Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana bizlar kecha bozordan qush qo'zilarni olib keldik. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Kaptarli mahallasida seshanba kuni bo'ladigan bozordan olib keldik. Mana oxirlar chotki. Hammasi zo'r. YouTube'larda chiqayotgan videolarda dollardan gapiradi. Harfni ham o'ylaylik. Hech puldan oldi deb o'ylaysizlar. Meni ko'nglim to'ldi. Narxiga yarasha. Qimmat, to'g'ri, qimmat. Bozorlarda mollar, qo'ylar qimmat. Lekin insof bilan-da. Necha puldan olganimni yozib qoldirsalaringiz, keyingi safar narxini aytamiz.